Ishonavering akaxon, men sizga bundan so'ng topolmadim. Qarang, bitta oppoqdan bosarasizmi? Qalbingizdagi oppoqdan bitta bosavering. Mana shu farasini qarang, yonishini, LED fara-yu, dekoratsiyalarini qarang. Mana shunda to'rtta yumshoq ballonlar bor. Bari kiyga-da. Mushnamiz yillar 23-yil 90 ming yurgan. Saloniga o'tadigan bo'lsa, akalar, salonni qaranglar. Bitta mana shunaqa multirullar bor, ikkitalab monitorlar bor. Salon holatlari hali ideal bo'lib turibdi. Polniy panorama tomi bilan klimat kontrollari bor. Akaxon, bu mashina o'zi Tohir akalarga yomon yarashib qo'yadi. Bitta bosarasizmi Tohir aka? Kobultdan keyin bu mashinaga o'tirsangiz shunaqa mazza qilasiz, ishonavering. Eng qizig'i aytayim, ko'p ichadi deysiz. Bu mashina kam benzin ichadi, chunki bunda propani ham bor. Endi bosib yuborish kerak. O'zi keyin ham yuk tashib yurarlar aeroportdan chiqib. Endi bu mashinaga umuman qiynalmaysiz. Qarang, bagajini qarang, kattaligini. Keyin ham hamma chumadanlari ham sig'ib ketadi-yu. Qoch aka, bitta bosib oling. Akaxon, bu mashinani lekin bosib yuborish kerak. Endi egalar bilan gaplashib, bu mashinamiz narxini srochniga 27,5 ming dollarga bosib yuborsanglar bo'ladi. 2,5 motorli akalar bu, keyin 5 o'rindiqli bo'ladi. Oilaviy mashina bosib yuboring.